والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا ادعی مردانی که ذکر خدا زیاد قلاده و ذاکرات ادعی زنانی که ذکر خدا زیاد قلاده عام که طبقه اوناستن بوسن طبقه زکردن بوسن سیاسر بوسن مرد بوسن بالآخر جوان بوسن مؤسس سفید بوسن هر فرد از افراد امت اسلامی بوسن زمانی که ذکر خدا قلده یاد خدا قلده هر جای ده هر مکان ده هر وقت ده سبحان الله و استغفر الله كثيرا زياد سبحان الله لسا استغفر الله لسا الله أكبر لسا اللهم نمان وعدك غنيك خداوند نمان وعدك غنيك أعد الله لهم مغفرة اللهم مغفرت وعدك غنيك گناهlarımızı مغفرت kılaman degan ekan bu safahatini bu divanlarini bu dafatirini ki bizler kamilen günah manam kamilen masiyet bilen kamilen nafarmani xudo ve takzib ve xiyonet günahlar manam to'ldirganmiz a'malnomalarimizni gunohguz bil oxira gunohlar bilan to'ldirganmiz xudovand taol mag'firat qiladi ekan ustiga qalami afv tortadi ekan va ajran azima dar muqobili zikrimizga dar muqobili yod dar muqobili subhanalloh va astagfirulloh ajri azim ajri ziyod ajri bepoyon ato qiladi ekan bu safahalarda afv qilib joyiga ajri bepoyon savobi azim navishda qiladi zikri xudo qarangizlar qancha fazilati bor ekan qancha bil oxira fazilati a'lo ekan qancha fazilati yig'ar ekan bil oxira xudovand mutaol ko'p yo'llarni ko'rsatgan ko'p masirlarni ko'rsatgan agar bizlar har masirga harakat qilsak har yo'liga harakat qilsak bil oxira rahmoyi Allohga xudo fazilat beradi Alloh ajr beradi Alloh mutaol bizning gunohlarimizni baxshish qiladi ammo zikri xudovand mutaol boshqa ibodatlarning ichida ko'p bir masiri tahqiq ekan آخر با توسط ذکر خوب ishlar pesh ketadi. Sahobai kiram payg'ambar Xudodan savol qiladi. An Abdullah ibn Busr radhiyallohu anhu qol: Anna rajulan ya Rasululloh sallallohu alayhi salatu va sallam أن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. حضرت عبد الله بن بصر رضي الله عنه صحابي جليل القدر جناب رسول معظم الإسلام حديث نقل قلادة رسول معظم الإسلام من صحابته الزوال قلادة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن شرائع الإسلام قد كثرت علي يقينا شرائع الإسلام مسیرهای اسلام bizlarga ziyod dedi. Xudovand bu gunohgin yo'llarni ko'rsatgan, bu gunohgin masirlarni ko'rsatgan. Agar bizlar har masirga harakat qilsak, Alloh fazilat ato qiladi. Alloh bizlarga ajr beradi. Fa akhbarani bi shay'in. Bizlarga bir yo'ldan xabar ber ya Rasululloh. Bizlarga bir masirdan xabar ber ya Rasululloh. Masalan bizlarga Xudovand taol masiri bil oxira hajni ko'rsatgan. Bil oxira agar bir musulmon hajga borsa, bil oxira Xudovand gunohini afv qiladi. Alloh ajri bepoyon ato qiladi, ko'p fazilat beradi. Ammo hajni soat qamlaydi, jur'at qamlaydi, zamon qamlaydi, makon qamlaydi. Bir musulmon jihad qilaman desa, agar bir musulmon mujohid bo'laman desa, Xudovand taol ajr beradi, fazilat beradi, gunohlarini afv qiladi. Bir musulmon ro'za ushlayman desa, vaqt qamlaydi, zamon qamlaydi, bil oxira unga tahammul qamlaydi. Bir musulmon namoz o'qiyman desa, tahajjud o'qiyman desa, zamoni muayyana, vaqti muayyana, nisbi shaxsi qamlaydi degan. Fa akhbarani bi shay'in, bizlarga xabar bering ya Rasululloh bir masiradan ki atashabbasu bihi. Bizlar shu yo'lda chang bo'laylik ya Rasululloh. Shu yo'lda taqiq qilaylik, shu yo'lda harakat qilaylik. Qala Rasululloh alayhi salatu va sallam. Payg'ambar Xudo aytdiki: "La yazal lisanaka ratban min zikrillah." Hech vaqt zaboningdan zikri Xudoni, yodi Xudoni unutma. Zaboningda hech vaqt zikri Xudodan xush qilma. Har joyida bo'lsan, har masirida bo'lsan, har bil oxira. محمد افتخار آفرینش جهان معرفت دریای بینش